Salom azizlar, qadrli tinglovchilar, sizlar bilan yana bir bor navbatdagi jonli efirda ko'rishib, g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun mehmonimiz jonli efirda birodar akamiz Otabek aka bo'ladilar. Marhamat, Otabek aka, gapirishingiz mumkin. Xush kelibsiz efirimizga. Assalomu alaykum. Umidjon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hammasi yaxshimi? Xudoga shukr, Xudo barchamizni barakalasin, marhamatlasin, moylasin. Har turli yovuzlikdan, har turli yiqilishlardan, har turli yolg'on yo'llardan Xudo o'zi asrasin. Hammamizni Iso Masih nomi bilan. Amin. Amin, amin. Xudoga shukr, shunaqa imkoniyat bor ekan, Xudoni so'zidan, Xudoni xalqi bilan bo'lishish. Chunki har bir masihiy Xudoni ruhidan oziqlanishi kerak. Chunki Xudoni so'zi bu haqiqiy ozuqa. Va Rabbimiz Iso shunaqa amr berib ketuvdi. Agar mani haqiqiy shogirdlarim bo'lishga istasanglar, mani so'zimga rioya qilinglar. O'shandangina haqiqiy shogirdim bo'lib, haqiqatni bilib olasizlar va haqiqat sizlarni ozod etadi. Va bu ajoyib oyatlar, ajoyib so'zlar. Chunki biz bilamiz, butun dunyo qullikda, afsuski butun dunyo qullikda yotibdi va qulligi birinchi o'rinda bu gunoh qulligi. Shuning uchun Iso keldi bu dunyoga bizani ozod qilish uchun va bizani gunohlarimiz uchun o'ldi va 3-kuni bizani imonimizni oqlash uchun u qayta tirildi va bu bizani imonimizni asosi va u tirilib osmonga ko'tarildi va o'z ruhini yuborib bizga kalomini ham tanlangan odamlari orqali yozdirib qoldirib ketdi, toki bizni qorong'ida yurmasdan uni kalomi orqali Xudoni, Iso Masihni yana yaqinroq bilib, uni so'ziga rioya qilib va ruhan o'sishimizga Xudo shu uchun qildi. Umidjon, sizga ham katta rahmat shu imkoniyat berayotganingiz uchun. Xudoga shukr bugungi kecha uchun, bu suhbat uchun. Men bugun gapirmoqchi bo'lgan mavzusi nomi bu haqiqiy taqvodorlik. Nimaga haqiqiy deb nomladim? Aynan haqiqiy taqvodorlik deb nomladim. Chunki afsuski bu dunyoda soxta taqvodorlik juda ko'payib ketdi. O'zi bilasizlarmi, shunaqa narsa bor, asl narsasi bo'lsa, ya'ni original biz deymiz. Originali bo'lsa, demak albatta qayerdadir uni qalbaki, unga o'xshaydigan qalbaki narsa chiqib keladi. Ya'ni rus tilida poddelka deyiladi bu. Va ruhiy olamda bu narsalar ham bor. Misol uchun haqiqiy iymon bor va soxta din bor, soxta iymonli bor. Haqiqiy yo'l bor va soxta yo'l bo'ladi. Hatto jismoniy olamga keladigan bo'lsak, haqiqiy valyuta bo'lsa va shuni haqiqiy valyutani shu yolg'on unga o'xshagan qalbaki valyutani chiqarishga ba'zi bir odamlar urinadi. Shunga qaramasdan yer yuzidagi narsalar bu vaqtinchalik, lekin ruhiy masalasiga o'tadigan bo'lsak, ko'p ruhiy masalasi bu abadiyatga tegishli bo'ladi. Va qanchalik muhim aynan haqiqiy taqvodorligini, taqvodor nima ekanligini masihiylarni bilishi. Muqaddas kitobda Havoriy Pavlus muqaddas ruh bilan Timotiy maktubida ogohlantiradi. Oxirgi zamonda deydi, shunaqa odamlar ko'payib ketadiki, ular deydi haqiqatni yoqtirmaydi. Endi o'zimiz so'zim bilan aytaman, ya'ni yolg'onga ishonadigan, qanaqadir pulparaz bo'ladi. Va eng qizig'i, bundoq bu ro'yxatni, shu sifatlarni ro'yxatini o'qib chiqsak, xuddi dunyoviy, Xudoni bilmaydigan odamlarga tegishliga o'xshatishingiz mumkin. Lekin oxirida shu lavhada oxirida shunaqa oyat bor. Ular deydi tashqi ko'rinishdan taqvodor ko'rinadi, lekin aslida deydi unaqa emas. Ya'ni bu iymonlilar haqida yozilgan. Afsuski, shunaqa iymonlilar ko'payyaptiki, hozir aynan masihiylarning orasida
shunchaki taqvodorlikni niqob sifatida taqib yurishadi va ular o'ylaydiki, eng muhimi mana shu qanaqadir iymondagi yoki diniy urf-odatlarni saqlab yursam, tashqi diniy urf-odatlarni qilib yursam, o'zi shu yetarli. Lekin Xudo xohlaydiki, bizani ichimizdan o'zgartirish, bizani qalbimizni o'zgartirish, bizani ruhan ruhimizni o'zgartirish. Bir ilohiyotshunos shunaqa bir masihiylik haqida shunaqa bir gapirdi. Masihiylik deydi, bu ko'zga ko'rinmaydigan din deb ta'riflab berdi. Ya'ni ma'nosi shuki, Xudo odam bilan Iso Masih orqali birinchi o'rinda uni qalbi bilan, uni yuragi bilan ishlaydi. Uni ichki dunyosi bilan, ichki dunyoqarashi bilan. Shuning uchun qanchalik muhim bizni bilishimizni haqiqiy taqvodorlikni. Bu dunyoda juda ko'p odamlar taqvodorlikka intiladi, taqvodor bo'lish xohlaydi. Aslida bu xohish, shunaqa niyat, shunaqa xohish bu juda yaxshi. Chunki shunaqa odamlar afsuski bor, qaysiki aytishi mumkin, menga farqi yo'q. Menga bu dunyoda man bir marta yashab kelyapman, hayotim o'tsa, kunlarim kayfu safoda o'tsa bo'ldi. Bu yangi g'oyalar emas. Ya'ni bu eski, misol uchun qadimiy Yunonistonda ham shunaqa falsafaning bir turlari bo'lgan. Ya'ni tana bu yovuzlik va odam xohlagani qilish kerak. Baribir bir kun kelib tana chirib, o'lib chiriydi. Shuning uchun odam o'lishi bilan baribir yog'ida hech narsa uni kutmaydi. Shuning uchun shunaqa ta'limotlar hatto o'sha paytda ham paydo bo'lgan. Hech qanaqa taqvodorligi keragi yo'q. Xohlaganingcha qur. Faqat mana shu nima desa bo'ladi, o'zingga yaxshi bo'lsa, atrofingdagi yaqinlaring yaxshi bo'lsa, kayfu safoyini qilib yuraver deganda, endi o'zimni so'zim bilan qisqartirib aytsam, shunaqa ta'limotlar yo'q emas edi. Bugungi kunda shunaqa odamlar ham bor. Lekin biza hozir bu odamlarni qarab chiqmaymiz. Ayni achinarli holat, odamlar ko'pchilik soxta taqvodorlikka ruju qo'yganda ham yo'q emas. Va shunaqa odamlar juda ko'p. Bu dunyoda ham, hatto masihiylarni orasida ham shu soxta taqvodorlikka o'zini hayotida ro'y berishiga yo'l qo'yishgan. Kelaylik o'zi taqvodorlik, solihlik degan tushunchasiga sal chuqurroq boqamiz. Taqvodorlik o'zi nima degani? Hammada har xil tushuncha bo'lishi mumkin. Lekin muqaddas kitob bizga aytadiki, taqvodorlik bu, ya'ni o'zini hayotini, o'zini fikr zikrini, o'zini ichki holati, ichki mana shu dunyoqarashi va undan kelib chiqib uni so'zlari va tashqi xatti-harakati Xudoni so'ziga va Xudoni irodasiga bo'ysungan holatda bo'lish kerak. Bu muqaddas kitobda taqvodorlikka bir nima desa bo'ladi, shu so'z bilan aytsa bo'ladi. Lekin amalda bu qanaqa amalga oshadi? Chunki bizni balandparvozga o'xshash gaplarni gapirish mumkin. Endi kimdirga tuyulishi mumkin shunaqa, lekin aslida hozirgi aytgan gapim bu balandparvoz gaplar emas. Men o'ylaymanki, oddiyroq tilda gapirdim. Lekin baribir savol tug'iladi, amalda bu narsa qanaqa amalga oshadi? Xo'p, misol uchun kimdir o'ylashi mumkin, man bu narsalarni qilyapman, menga yetadi. Bu mani taqvoyim, ya'ni mani taqvodorligim. Kimdir o'ylashi mumkin, men boshqalarga o'xshab qotillik qilmayman. Boshqalarga o'xshab 3 ta xotinim yo'q. Misol uchun men katta miqdorda pul o'g'irlamayman. Yoki qanaqadir nima desa bo'ladi, qarindoshlarimga, boshqalarga xoinlik qilmayman, do'stlarimni sotmayman. Qaysidir ma'noda odamlar o'zi shunaqa taqvodorlik bir shaklini o'ylab topadi. Eng muhimi, man bu shu narsalarni qilmasam bo'ldi. Lekin Xudoni nazarida har bir inson gunohkor va har bir inson o'zidan o'zi bu dunyoga kelganda taqvodor bo'la olmaydi. Kalom bizga aniq va ravshan shu masalani yoritib bergan. Har bir inson gunohkor bo'lib bu dunyoga keladi.
va gunohkor bo'la turib u taqvodor hech qanaqasiga bo'lolmaydi. Chunki Rabbimiz Iso shunaqa etib ketdiki, yomon daraxt yomon meva beradi va yaxshi daraxt faqat yaxshi meva bera oladi. Kelinglar bizni muqaddas kalomdan ozgina o'qib o'rganib chiqamiz haqiqiy taqvodorlik nima ekanligini. Man o'zimni hayotimdan tajribamni aytib o'ta olayman. Misol uchun, man ham ko'pchilik odamlarga o'xshab shunaqa o'ylab yurganman. Man mana bunaqa ishlarni qilib yurmayapman. Boshqalarga o'xshab, misol uchun qotillik qilmayapman, Xudoga shukr. Bu narsani qilmayapman, uni qilmayapman. Bundoq olib qaraganda man yomon odam emasman. Lekin bilasizlarmi, Xudoni nazarida shunchaki yaxshi odam bo'lishi yetarli emas. Odam haqiqatdan taqvodor bo'lish kerak. Yoki kimdir qaysidir odamga e'tibor bergan bo'lsanglar, taqvodorlik, solihlik yoki muqaddaslik haqida gapiradigan bo'lsanglar, u albatta o'zini boshqalar bilan solishtira boshlaydi. Man o'shalarga o'xshab yashamayman-ku. Lekin biz bilamiz, har bir inson gunoh qildi va har bir inson gunohning evaziga ruhiy o'limga mahkum etilgan. Xo'p, endi taqvodorlikka keladigan bo'lsak, kelinglar ozgina bir muhim tushunchalarni anglab yetib olamiz. Eski ahddan payg'ambarlarning hayotidan qarab chiqadigan bo'lsak, misol uchun bu Ibrohim payg'ambar hayotidan qarab chiqadigan bo'lsak, kalom aytadiki, Ibrohim Xudoga ishondi va shu orqali Xudo uni solih deb bildi. Ya'ni qaranglar, taqvodorlik bu shunchaki qanaqadir birinchi o'rinda bizani shaxsiy xatti-harakatimiz emas. O'zi aslida taqvodorlik, inson haqiqiy taqvodorlikka o'z kuchi bilan hech qachon erisha olmaydi. Afsuski, ko'p odamlar o'zini o'zi aldab va nafaqatki o'zini o'zi, boshqalarni ham aldash yo'liga tushib qoldiki, ya'ni man mamnaqa yaxshi narsalarni qilsam, man mamnaqa diniy urf-odatlarni bajarsam, man taqvodor inson bo'laman. O'zi o'ylab topgan taqvodorlik. Chunki aslida Xudo nazarida taqvodorlik u boshqacha shaklda bo'ladi. Biz ko'ryapmiz, misol uchun Ibrohim hayotida Ibrohim nima desa bo'ladi? Gunohsiz bo'lmagan. Ibrohim aybsiz bo'lmagan. Uni ham ayblari bo'lgan. Uni ham kamchiligi bo'lgan. Uni ham gunohlari bo'lgan. Lekin kalom aytadiki, Ibrohim Xudoning so'ziga, va'dalariga ishondi va shu orqali Xudo uni solih, ya'ni taqvodor inson deb bildi. Demak, bizni nimaga kelishimiz mumkin? Shu orqali birinchidan inson o'zini amali bilan emas, balki Xudoga, Xudoning so'ziga, aynan Iso Masihga ishonish orqali taqvodorlikka ega bo'ladi. Chunki yana bir marta takror etaman, odamlar hech qachon o'zini kuchiga tayanib taqvodor bo'la olmaydi. Chunki inson gunoh bilan tug'ilib, hech qachon gunohning evaziga, gunohning qanaqadir hislatlariga tayanib taqvodor ishini ham qilmaydi. Mana tasavvur qilinglar. Oddiy hayotdan misol olaylik. Qanchalik yaxshi ish qilmasa ham, misol uchun, agar bir inson jinoyat qilsa, u jinoyatchi bo'lib qoladi. To'g'rimi? Biz bilamiz bu narsani va adolatli sud uni hukm qiladi. 50 ta yaxshi ezgu ish qilsa ham yoki bitta jiddiy jinoyat qilsa ham bu o'zi kifoya. Bo'ldi, bu inson adolatli sud tomonidan, har bir davlatda bu narsa bor, adolatli sud tomonidan mahkum etiladi va qamalgandan keyin u mahbus bo'ladi. Va mahbusligida misol uchun davlatlarda shunaqa qonun bor, mahbuslarni, ya'ni qamalgan odamlarni ishlatadi. Ya'ni qanaqadir nima desa bo'ladi? Ko'chaga olib chiqadi, misol uchun sipirtirish mumkin. Yoki katta misol uchun temir yo'llarni solishi mumkin. Og'ir ish qildirish mumkin ularga.
va hokazolar. Bundoq olib qaraganda qaranglar, bu odamlar yomon ish qilayotgani yo'q. Ya'ni ular davlat ularni majburlaganda. Ular majbur bo'lsa ham, ular bundoq olib qaraganda yaxshi ezgu ishlarni qilyapti. Lekin aslida ular jinoyatchi. Tushunyapsizlarmi? Ular mahbus, ular jinoyatchi va ular o'zini ayblari tufayli, gunohlari tufayli jazo tortib va shu holatda yurib ular nima desa bo'ladi, majbur bo'lsa ham yaxshi ishni qilyapti. Endi qaranglar, ruhiy masalasiga o'tadigan bo'lsak, odam ham gunohkor bo'la turib o'ylaydiki, man taqvodor, yaxshi ishlarni qilsam, man taqvodor inson bo'laman. San gunohkor bo'lsang, san hech qachon Xudoni mamnun darajasida taqvodor bo'lolmaysan. Nimagaki? Chunki sani ruhing, sani joning, sani niyatlaring tubdan buzilgan, tubdan gunohga botgan va gunohkor inson taqvodorligini ham bajara olmoqchi bo'lsa ham o'zini insoniy nuqtai nazardan uni niyati o'zini fosh qilishi mumkin. Misol uchun oddiy savol bersa bo'ladi. Bu mana shu ishingni, yaxshi ishingni, taqvodorligini nima uchun qilyapsan? Sani niyating nima? U to'g'ri javob berishi mumkin, lekin aslida ko'proq o'zini oqlashga harakati bo'lishi mumkin. Mani odamlar maqtasin deb, mani odamlar gapirsin, o'lganimdan keyin, ya'ni narigi dunyoga o'tgandan keyin nomimga duo o'qilsin deb va shu orqali va go'yoki endi jannatga erishishi bir yo'li bu ham. Lekin bu savol bu haqiqiy taqvodorlik yoki yo'qmi? Odamlar nimaga aldanib yuradi? Ular o'zgarishni xohlamaydi, o'zini gunohda yashashni xohlaydi, lekin shu bilan baravar taqvodor bo'lmoqchi. Bu yolg'on yo'l. Bu odamlarni ruhiy ko'zlarini ko'r qiladigan, ruhiy quloqlarni kar qiladigan soxta taqvodorlik. Chunki asli taqvodorlik bu gunohlardan voz kechib va Xudoga bo'ysunish holda mana shu haqiqiy taqvodorligini asl mohiyati. Chunki agar misol uchun inson gunohda botgan holda mingta yaxshi ish, mingta diniy harakatini qilsa ham bu taqvodorlik, qo'sh tirnog'iga olib gapiradigan bo'lsak, bu taqvodorlik Xudoni mamnun qilolmaydi. Va bu taqvodorlik muqaddas kitobda Ishoyo payg'ambar aytgandek, bu insoniy Xudoni mamnun qiladigan, ya'ni odamlarni xuddanu ya'ni yo'lda sal keskin gapiriladigan shunaqa ibora bor. Ayolning mana shu poklanish, ya'ni jinsiy poklanish anaqasiga o'xshaydi deydi. Bu sizlarni insoniy taqvodorligi. Bunaqa narsa Xudoni mamnun qilmaydi. Birinchi o'rinda taqvodorlik bu iymon orqali keladi. Biz Ibrohim payg'ambarning hayotidan va ibratidan ko'rishimiz mumkin. Ikkinchidan, taqvodorlik bu o'zini gunohlaridan ozod bo'lish va voz kechish. Chunki inson gunohlarda yashab, gunohkor bo'la turib, shu bilan baravar men hozir aytganimdek taqvodor ishni amalga oshirmoqchi bo'lsa, bu taqvodorlik Xudoni hech qachon mamnun qilmaydi. Bunaqa odamlarni Xudo qiyomat kunida rad etadi. Xudo aytadi, bu menga ma'qul kelmaydigan. Bu sen o'zing uchun, o'zingni nomingni ulug'lash uchun, o'zingni ya'ni nima desa bo'ladi? Yolg'on bo'lsa-da, yolg'on yo'li bilan bo'lsa-da, o'zingni joningni, vijdoningni bekitishing uchun, vijdoningni ovozini nima desa bo'ladi? Yopish uchun bu narsani amalga oshirding xolos. Aslida sen meni bilmading deydi Xudo. Endi taxminiy aytaman, chunki hech kim bilmaydi aniq Xudo nima deyishi. Lekin kalomga asoslanib biz ayta olamiz, xullas Xudoni bu narsa mamnun qilmaydi. Xo'p, endi ikkinchi yo'li bizni tasdiqlab o'tdik. Taqvodorlik, haqiqiy taqvodorlik bu gunohlardan voz kechish va gunohlardan ozod bo'lish. Endi bir savol. Qanaqa qilib bizni gunohlarimizdan ozod bo'lishimiz mumkin? Men o'zimni hayotimdan kelib chiqib ayta olmayman. Men Iso Masihdan oldin ancha harakat qilganman. O'zimni hayotimni tartibga solish,
qanaqadir gunohlardan bo'lish yoki har doim o'zimga o'zim misol uchun ichimdan va'da berardim. Mana keyingi yildan, ya'ni yangi yilda yoki yangi oyda, mana yangi haftadan dushanbadan bo'ldi mana bu ishlarni qilmayman, voz kechaman bu yomon ishlardan, gunohlardan. Lekin yangi yil ham kiraverardi, yangi oy ham boshlanardi, yangi hafta odatdagi kirib kelardi va 1-2 kun uzoq borsa 5 kun oddiy misol mana tamaki chekishdan qancha harakat qilganman bu narsani tashlash, bilardim gunohligini, bilardim zarar o'pkamga umuman organizmga zarar yetkazganini, zarar berganini, lekin baribir man bu narsaga qattiq bog'langan edim. Shuning uchun mani o'zimni kuchim yetmasdi va ba'zilari nima qiladi? Gunohlarni bekitishga harakat qiladi, yashirishga harakat qiladi. Go'yoki bu gunoh qilmaydi, gunoh qilishga harakat qiladi va yaxshi ishlarni yopishga harakat qiladi. Man hozir aytgandek, bu yolg'on taqvodorlik yo'llaridan biri. Lekin man Iso Masihga kelganimda, Iso Masihga o'zimni bag'ishlaganimdan keyin va Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qilganimda, mani hayotim keskin o'zgara boshladi. Birinchi o'rinda mani ruhiy ko'zim ochilgandan keyin Xudo Iso Masih orqali mani hayotimni, o'zimni gunohlardan ozod etishni boshladi. Man haqiqiy mana shu solihlik, haqiqiy taqvodorlik nima ekanligini tushuna boshladim. Chunki bilasizlarmi, misol uchun oddiy hayotdan misol keltiradigan bo'lsak, mana o'zimizda yoki boshqa davlatlarda konstitutsiya bor va odam misol uchun faxrli bo'lmoqchi bo'lsa, obro' e'tiborli bo'lmoqchi bo'lsa, birinchi u jinoyat qilmasdan, qonunlarni buzmasdan yurishi kerak. Shunchaki san misol uchun qanaqadir narsalarga yutuqlarga odam erishmasa ham, yaxshi hayot, to'g'ri o'zini tutib, to'g'ri yo'l tutadigan bo'lsa, har bir inson, har bir fuqaro, har bir o'zini mamlakatida obro' e'tiborga ega bo'ladi. Chunki hech kim unga biror narsa ayb sifatini unga ustiga yuklata olmaydi. Shunga o'xshab kalom aytadiki, Xudo Iso Masih orqali bizani gunohlarimizni yuvib, butunlay bizani pokladi va butunlay bizani solih deb e'lon qildi. Bilasizlarmi? Chunki men boshida aytdim, Ibrohimni hayotidan kelib chiqadigan bo'lsak, uni hayoti mukammal bo'lmagan. Ibrohim intilgan Xudoga bo'ysunish, Ibrohim tan olgan yagona Xudoni qaranglar. Baribir uni xatolari bo'lgan. Baribir uni qayerdadir gunohlari bo'lgan. Oddiy misol Hojar bilan uni qo'shilishi. Xudo unga aytmagan Hojarning oldiga kirdi. Bu nima desa bo'ladi? Xudo unga va'da berganini u menimcha Sora bilan, xotini bilan shuni yaqinlashtirmoqchi bir insoniy nuqtai nazardan Xudoni va'dasini shu yo'l bilan yaqinlashtirmoqchi bo'lgan bir yo'l deb o'ylayman. Lekin shunga qaramasdan Xudo uni solih deb bildi. Va Xudo unga va'da berdi, sani zurriyotingdan, sani zurriyoting Masih bo'ladi dedi. Va qaranglar, uni solih deb bildi. Ya'ni inson iymon orqali oqlanib, haqiqiy taqvodorlikka erishadi. Va bugungi kunda bu faqat Iso Masih orqali har bir inson va Masihda yashaydigan har bir inson buni esdan chiqarmaslik kerak. Iso Masih iymoni orqali taqvodorlikka erishadi va erishishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin, to'xtang, siz bilmaysiz mani hayotimni. Siz bilmaysiz mani shu paytgacha, mana jumagacha misol uchun men shu yerda xato qildim, shu yerda gunoh qildim. Xohlamagan edim, qayerdadir xohlab balki qilganmandir. Lekin bu degani Xudo bizdan taqvodorligini olib qo'ydi degani emas. Chunki Xudoni solihligi, uni muqaddasligi va shu bilan birga uni taqvodorligi bu bizga Iso Masихдagi sovg'a. Va Xudo shuni har bir yer yuzidagi har bir insonga sovg'a sifatida shu haqiqiy solihlik, haqiqiy taqvodorlikni sovg'a sifatida
bermoqchi, hadya qilmoqchi. Hech qachon o'zini na diniy xatti-harakati bilan, na o'zini qanaqadir ezgu amallari bilan, boshqa yaxshi ishlari bilan haqiqiy taqvodorlikka erisholmaydi. Chunki haqiqiy solihlik va haqiqiy taqvodorlik Xudoni tabiatidan kelib chiqqan holda bizaga beriladi va shu narsa amalga oshiriladi. Demak, bizni bilib oldikki va yana bor masihiylar bilan birga esladikki, haqiqiy taqvodorlik faqat Iso Masih orqali, ya'ni unga iymon keltirish orqali amalga oshiriladi. Demak, bizaga xuddi oppoq libosdek bu narsa ruhiy hayotimizga, ruhimizga oppoq libosdek kiyiladi. Va hatto bilasizlarmi, inson gunoh qilib qo'ysa ham, bu hadyani Xudo sovg'a va Xudo xohlaydiki, hamma inson shu u bergan Iso Masih orqali Xudo bergan solihlik, haqiqiy taqvodorlikni hadya sifatida kiyib yurishni xohlaydi. Xudo shuni xohlaydi va Xudo bu narsani olib qo'ymaydi. Bir narsa bizni unutishimiz kerak emas, hatto gunoh qilib qo'ysak ham, xato qilib qo'ysak ham, bizni Xudodan kechirim so'rab, Xudo bizani kechiradi va yana bizni to'g'ri holatga qaytadigan bo'lamiz. Agar misol uchun Xudo bergan taqvodorligi bizani qilgan ishlarimizga taalluqli bo'lganda, bizni kuniga bilmayman bir necha marta bu holatdan chiqib, bu holatga qaytadigan bo'lardik. Bir safar gunohkor bo'lardik, bir safar taqvodor bo'lardik. Bir safar gunohkor bo'lardik, bir safar taqvodor bo'lardik. Lekin yo'q, Iso Masihga iymon keltirgan inson har doim solih bo'ladi va har doim shuning uchun Rimliklar, Yangi ahdda Rimliklar maktubida 8-bob 1-oyatda yozilgan, endi Iso Masihga tegishli bo'lganlar hukm qilinmaydi. Amin. Nimaga? Chunki ularda Xudo tomonidan hadya qilingan, Iso Masih orqali hadya qilingan haqiqiy solihlik va haqiqiy taqvodorlik ularga berildi, hadya sifatida, ya'ni in'om sifatida. Xo'p, endi bu yoqda boshqa savol tug'iladi. Ba'zi birlar bilan suhbat qilganimizda, misol uchun boshqa din vakillari bilan suhbat qilganimizda, ular shunaqa bir savol berishadi. Xo'p, deydi, mana sizlar aytyapsizlar, Iso Masih orqali sizlar abadiy hayotga erishdinglar, gunohinglar kechirildi. Endi nima? Mana shu solihlikni, taqvodorlikni qabul qilib, xohlagancha yashayverasizlarmi? Yo'q va yana aslo yo'q. Odam taqvodorlikni qabul qilgandan keyin, ya'ni muqaddaslikni, solihlikni qabul qilgandan keyin, endi bundan buyon solih sifatida, solih insonga o'xshab va solih inson, taqvodor inson bo'lib, u yashab kelish kerak. Oddiy misol uchun qaranglar. Odam qanaqadir o'qishga kirib, talaba bo'ladi, to'g'rimi? Yoki qanaqadir misol uchun harbiy akademiyasiga qabul qilingandan keyin, ya'ni mana shu harbiy akademiyasiga o'qishga kirsa yoki misol uchun qaysidir tashkilotga yoki mana shu harbiy tashkilotga ishga qabul qilinsa, u oddiy odam sifatida yurolmaydi. Talaba bo'lsa ham, ishchi bo'lsa ham, u misol uchun forma kiyadi. Va o'sha o'zini qonun qoidalari bo'yicha yashaydi va o'sha tashkilotning yoki bir nima desa bo'ladi, mana shu bir ishlaydigan, o'qiydigan yurtida o'sha nima desa bo'ladi, qonuni bo'yicha, shartlari bo'yicha yashaydi va o'shalarni amalga oshiradi. U misol uchun oliygohga kirib yoki misol uchun qanaqadir tashkilotga ishga kirib, xohlagancha o'zini tutmaydi-ku, to'g'rimi? U o'zini tartibga solib, vaqtida ishga kelib, o'sha buyurilgan, ya'ni yuklatilgan narsani amalga oshirib yoki misol uchun harbiy akademiyada o'qib, o'shani nima desa bo'ladi, o'zini tartib qoidalari bor, o'shalarni amalga oshirib yashayveradi. U xohlagancha, bundan buyon xohlagancha yashab kelmaydi. Shunga o'xshab biza ham ruhiy olamda kalom aytadiki, Xudoning so'zi bizga aytadiki, Xudoning shohligiga qabul qilindik. Zulmat hukmronligidan ozod etilib, Xudo bizani mana shu yovuz kuchlardan ozod etib, o'zini sevikli o'g'liga, ya'ni Iso Masih shohligiga
qabul qildirib berdi. Bizni endi Xudoni shohligiga ko'ra haqiqiy taqvodor hayotni kechira olamiz. Nimaga inson o'zidan o'zi, o'zini kuchi bilan haqiqiy taqvodor bo'lolmaydi? Nimaga misol uchun juda ko'p oxirgi paytda ikkiyuzlamachilik ko'payibdi? Nimaga misol uchun taqvodorlik niqob sifatida odamlar uni ishlatyapti? Haqiqatdan juda ko'p odamlardan oxirgi payt eshitish mumkin. Odamlar iymon masalasiga, din masalasiga gap keladigan bo'lsa, ko'p odamlar afsuslanyapti. Ya'ni odamlarga o'zini iymonli deb, dindor deb ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlar juda ko'plari xuddi niqobdek taqvodorlikni taqib yurishadi. Ikkiyuzlamachilik ko'payadi. Nimaga? Chunki inson o'zini kuchi bilan haqiqiy taqvodorlikka, ya'ni Xudo talab qiladigan taqvodorlikka, solihlikka erisha olmaydi. Bo'ladi. Mana shu o'zini gunohlarini, imi-jimida qilayotgan jirkanch ishlarni bekitib va mana shu taqvodor niqobini go'yoki u taqvodor deb boshqalarga o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. To'g'ri so'zli, to'g'ri balki qanaqadir diniy xatti-harakatlar, lekin yuragida, qalbida Xudoni hayoti yo'q. Haqiqiy taqvodorlik yo'q. Agar Xudoni o'zi Iso Masih orqali o'zini taqvodorligini, o'zini solihligini yuragimizga, odamni yuragiga solmasa, bu narsa hech qachon o'zidan o'zi gunohkor, insoniy gunohkor tabiatidan kelib chiqolmaydi. Chunki muqaddas kitob bizga bir haqiqatni o'rgatadi. Ya'ni yo'da ko'p haqiqat. Lekin shu masalada bir haqiqat bor. Gunohda yashaydigan odam ruhan o'lik bo'ladi. Ruhan o'lik degani bu Xudoni bilmaydigan, Xudo bilan aloqasi yo'q, Xudoni eshitmaydigan odamning ruhi deb aytiladi. Taqvodorlik esa, taqvodorlikka keladigan bo'lsa, bu odamning ichidan kelib chiqadigan, uni ruhidan, jonidan, qalbidan kelib chiqadigan bu holat. Chunki taqvodorlik bu tashqaridan ichiga emas, ichidan tashqariga kelib chiqadigan holatdir. Shuning uchun haqiqiy taqvodorlik har doim odamning qalbidan, odamning ichidan kelib chiqadi. Haqiqiy taqvodorlikka erishish uchun bu Iso Masih orqali, Iso Masihni qabul qilish orqali yangi tabiatga ega bo'lish uchun. Yangi tabiat faqat Xudoning ruhi Iso Masih orqali odamlarga beradi. Shuning uchun Iso shu gapni erta men boshida aytdim. Yaxshi daraxt faqat yaxshi meva bera oladi. Yomon daraxt esa afsuski yomon meva beraveradi. Demak, biz bu shunaqa tushunchaga keldik. Haqiqiy taqvodorlik birinchi o'rinda erishiladi va iymon orqali haqiqiy taqvodorlikka odam ega bo'ladi. Ikkinchidan, haqiqiy taqvodorlikka erishib va haqiqiy taqvodorlikka yarasha ish tutish uchun, ya'ni yashash uchun odam faqat Xudo va Iso Masih orqali erisha oladi. Chunki Isoni o'zi, Xudoni o'zi odam ichida yashamasa, u hech qachon haqiqiy taqvodor bo'la olmaydi. U faqat o'zini mana shu soxta dindorlikka, faqat mana shu gunohlarni tan olsa ham baribir uni nima desa bo'ladi, harakat qiladi ezgu amallari bilan, boshqa qanaqadir narsalari bilan mana shu soxta taqvodorlikni bekitishi. Chunki odam o'zi ham uyaladi yomon ishlardan. Afsuski, shunaqa odamlar ko'payyapti, yo'q emas. Hatto yomon ishlar bilan faxrlanadigan bo'lishyapti. Ya'ni yomon ishlar hozir zamonaviy tilda gapirsak, trend bo'lib qolyapti. Go'yoki bir qanaqadir yaxshi ishdir, go'yoki bu qanaqadir zamonga mos keladigan, qilish kerak, bo'lishi kerak bu narsa. Lekin aslida Xudoning yuzida bu, Xudoning oldida juda jirkanch va yomon ishlar. Xo'p, demak biz tushunib oldikki, haqiqiy taqvodorlik bu faqatgina iymon orqali va iymon orqali odam shu Xudoning kuchiga tayanib haqiqiy taqvodor hayot kechira oladi. Va meni istagim birinchi o'rinda meni birodarlarimga, meni opa-singillarimga shunaqa men istaymanki va tilagim shundan iboratki,
Birodarlar, opa singillar, tushunib olinglar va oxirigacha bilib olinglarki, Xudo bizga Iso Masih orqali yangi tabiat berdi va mana shu yangi tabiatga haqiqiy solihlik ham, haqiqiy muqaddaslik va haqiqiy taqvodorlik kiradi. Bizni Iso Masih orqali haqiqiy taqvodorlikka erishib bo'ldik. Xudo bizga bu solihlikni taqvodorlikka inom sifatida bizga berdi. Ikkinchidan, Iso Masihni bilmaydigan, Iso Masihni balki eshitib, lekin hali o'z xohishi bilan qarorga kelmagan odamlar shunchaki o'ylab ko'ringlar, bir taklif sifatida aytmoqchiman. O'ylab ko'ringlar, sizlarni hayotinglar, o'zinglar mamnunmisizlar? Yuraginglar sizlarni fosh etmayaptimi? Vijdoninglar qiynamayaptimi? Man buni kimnidir hukm etish yoki qanaqadir yomonlash kimnidir shu masalada aytmayapman. Man ham qachondir shu masaladan o'tganman. Man ham hamma kabi insonman. Mani ham qachondir vijdonim qiynalgan. Endi bilasizlarmi, mani vijdonim tinchlikda yuribdi. Mani jonim, mani ruhim tinchlikda yuribdi. Qachondir man shunaqa narsaga taqalib qoldimki, man hech qachon o'z kuchi bilan gunohlardan ozod bo'lolmayman va hech qachon Xudo tomonidan talab qilinadigan asl taqvodorlikka man o'z kuchim bilan erisha olmayman. Lekin Iso Masih orqali man bu narsaga erishdim va Iso Masih orqali haqiqiy taqvodorlikka erishib, yuragim va mani vijdonim tinchlik topdi. Va bundan buyon endi ya'ni haqiqiy taqvodor zotga, ya'ni Iso Masihga ega bo'lgandan keyin uni kuchiga, sevgisiga va inoyatiga tayanib haqiqiy taqvodor hayot kechira olaman. Shuning uchun Xudoga shukr deymiz, haqiqiy taqvodorlik uchun qanchadan qancha man odamlarni taniyman, ularni hayoti tubdan o'zgarib ketgan. Ularni hayoti tomon boshqacha tomonga, ya'ni yaxshi tomonga, Iso Masih orqali yaxshi tomonga burilib va yaxshi tomonga oqib ketgan. Qanchadan qancha odamlar narkoman bo'la turib, ichkilikka berilib ketib yoki qanaqadir yana ham yomon ishlarga berilib va yashagan holda shunaqa yashash tarzini kechib yashab kelgan odamlar Iso Masih orqali haqiqiy taqvodorga aylanishdi. Garchi bu taqvodor bunaqa ko'zga ko'rinmaydi balki. Garchi bu odamlar tomonidan katta maqtovga balki erisha olmaydir. Biz kimni maqtoviga erishishimiz kerak? Xudoning maqtovigami yoki insonlarning maqtoviga? Kalomda Havoriy Pavlus aytadi, agar man deydi odamlarni mamnun qilmoqchi bo'lganda edim, man hech qachon Masihning haqiqiy xizmatkori bo'la olmas edim. Shuning uchun bizni nafaqat tashqi ko'rinishiga, balki birinchi o'rinda haqiqiy ichki taqvodorlikka erishishimiz kerak. Va bizni yanayam takror etaman, bu iymon orqali erishiladi va iymonga, Iso Masihning inoyatiga va kuchiga tayanib, haqiqiy hayotda haqiqiy taqvodor bo'lib yashay olamiz. Xudoga shukr, bu ajoyib inom. Xudoga shukr, bu ajoyib hadya. Chunki hamma narsa kalomda yozilgandek, hamma ezgu narsalar, hamma ezgu hadyalar faqat Xudoning, ya'ni ruhlarning otasi, jamiki yoritqichlarning otasidan, Xudodan kelgan deb yozilgan. Shuning uchun bizni faqatgina Xudoga shukr, Iso Masihga hamdu sanolarni aytib xursand bo'lib yashashimiz mumkin. Chunki odam ato va momo Havo gunohsiz yaratilgan bo'lsa-da, haqiqiy taqvodor bo'la turib, ular gunoh qilgandan keyin shu taqvodorlikni ular yo'qotib qo'yishdi. Har bir inson bu narsani unutmasligi kerak. Chunki har bir inson tushunib olishi kerakki, gunohning evazi bu o'lim. Birinchidan ruhiy o'lim, ikkinchidan jismoniy o'lim. Va bu nafaqat ruhan o'lishi, balki taqvodorlikni va muqaddasligini o'limi ham. Shuning uchun gunoh masalasi hal etilmas ekan odamning hayotida, haqiqiy taqvodorlikka afsuski
joy bo'lmaydi. Va faqat Iso Masih orqali inson haqiqiy taqvodorlikka erishishi mumkin. Xudoga shukur, Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Umidjon, Rahmat Otabek aka. Ajoyib so'z bo'ldi. Xudoga shukur. Xudo Iso Masih orqali biz endi Xudo xohlagandek taqvodor bo'la olamiz, ya'ni xudojo'y bo'la olamiz. Ya'ni solih bo'la olamiz. Xudoga shukur. Shu o'rinda aytish kerak, haqiqatda hozir haqiqiy taqvodorlik bo'lgandan keyin, ya'ni biror narsani haqiqisi bo'lgandan keyin uni albatta soxtasi ham bo'ladi deb aytdingiz. Bu gapingizga man qo'shilaman. Albatta hozir bu narsaga ko'p, hattoki o'zim ham duch kelganman. Soxta taqvodor bo'lgan insonlarni nima desam bo'ladi, qo'sh tirnoq ichidayam emasda, bu to'g'ridan-to'g'ri ikkiyuzlamachi deb ham ayta olaman. Yoki mana shundan bir instrument sifatida foydalanayotgan insonlar ham bor. Afsuski. afsus. Shunday insonlarni o'ylayman, albatta Iso Masih buni ozod qiladi. Iso Masihda yechim bor. Iso Masihda biz haqiqiy taqvodor bo'la olamiz. Amin. Xulosangizga 100% qo'shilaman. Rahmat Otabek aka. Xudoga shukur. Sizdan minnatdormiz. Sizga ham Qimmatli vaqtingizni ajratib efirga bo'lgan taklifni rad qilmasdan biz bilan bo'lishganingiz uchun. Xudoga shukur. Azizlar, efirimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shunday ekan, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolaman. Barchangizga Xudo yor bo'lsin. Amin.